O'zLiDePdan prezidentlikka nomzodning Toshkent shahar bo'yicha ishonchli vakili Rustam Kalanov Toshkent shahar prokuraturasi xodimlari bilan uchrashdi. Uchrashuvda ishonchli vakil nomzodning siyosiy faoliyati, hayoti va saylovoldi dasturi haqida ma'lumot berdi. Asosiy e'tibor so'nggi 5 yillikda amalga oshirilgan islohotlar jarayoniga qaratildi. Ishonchli vakil Shavkat Mirziyoyevning saylovoldi dasturining muhim yo'nalishlari bo'yicha ishtirokchilarga ma'lumot berib, ularni shu kungacha olib borilgan ishlarning mantiqiy davomi sifatida keltirdi. Asosimiz prezidentimizning olib borayotgan siyosatlari va erishilayotgan yutuqlar. Xalqaro tajribada yoki bo'lmasam davlatimizning ichida iqtisodiy bir o'ziga yarasha bir yaxshi yutuqlar va mana ochiqlik siyosati, jurnalistlar va blogerlarning faoliyatida, ommaviy axborot vositalarining ochiqligi siyosatlarida ham bu juda katta yutuq va shu yutuqlarni biz asos sifatida keltiryapmiz va bundan keyin agar o'sha boshlangan islohotlar agar yana davom ettiriladigan bo'lsa, yangi yutuqlarga erishishimiz mumkinligini bir isboti sifatida keltiryapmiz. Faqatgina so'zlardan iborat emas, amaliy ishlar isbotlari bilan keltiryapmiz. Mening o'ylashimcha buni aholimiz juda yaxshi qabul qilishni boshlashdi. Dasturdagi ilm va innovatsiyalarga asoslangan yangi iqtisodiyotni barpo etish, faol tadbirkorlik va manzilli moliyaviy ko'makni yanada jonlantirish, hududlarni mutanosib rivojlantirish, shuningdek inson kapitalini oshirishda sifatli ta'limni yangi bosqichga olib chiqish masalalariga to'xtalib o'tildi. Maktabgacha ta'lim vazirligi tuzilishi va bu ishlar bo'yicha amaliy ishlar olib borilishi, xususiy bog'chalar ochilishi, davlat bog'chalarining sonini 7000 taga yetkazish maqsadlari yoki bo'lmasam xususiy ta'limdan oliy ta'limga o'tadigan bo'lsak, oliy ta'limda kelajakda 5 yillikda o'rta ta'limni bitiruvchilar, xalq ta'limini bitiruvchilar erta-indin 50% gacha o'sha oliy ta'limdan foydalanish imkoniyatiga ega bo'lishi va bundan tashqari xususiy oliygohlarning sonini ko'paytirilishi, ularni sonini 50 taga yetkazish ham bu ham yoshlarga bo'lgan e'tibor va yana bir muhim jihatini aytishim kerak bo'ladiki, yoshlarga nafaqatgina ta'lim berish, tadbirkorlikka jalb qilishda amaliy yordam berish, ya'ni moliyalashtirish mexanizmlari, kreditlar berish, yoshlar kelajagimiz dasturi shu bugunning o'zida o'ziga yarasha bir natijalar beryapti va bundan buyog'iga yana jabhani kengaytirish masalalari ko'rib chiqilyapti. Shuningdek, dasturda adolat va qonun ustuvorligi yo'lida ham bir qancha ishlar amalga oshirilishi nazarda tutilmoqda. Xususan, endilikda qaror noqonuniy emasligini sudda isbotlash majburiyati uni qabul qilgan mansabdorning o'ziga yuklanadi. Bundan buyon ichki ishlar organlari faoliyatini baholashda aholi muammolarini hal etish va fuqarolar murojaatlari bilan ishlash natijadorligi asosiy mezon etib belgilanadi. Shu bilan birga sudlar faoliyatiga yagona darcha tartibi joriy etiladi. O'zLiDeP nomzodining Toshkent shahri bo'yicha ishonchli vakili poytaxt bo'ylab muloqotlarini davom ettiradi.